Assalomu alaykum hurmatli do'stim. Agar siz Valbers Ozonda savdo qilmoqchi bo'lsangiz, buning uchun sizga nima kerak? IP kerak birinchi o'rinda. IPni kim ochib biladi Rossiyada? RVP, VNJ, Rossiya fuqarosi borlar. Unaqa hujjati yo'qlar, faqatgina firma qilib ochib biladi. OOO ochib bilsangiz, bitta joyda arendaga olishingiz kerak. Arendaga ochib turib, o'sha joyda keyin siz Valbersda registratsiya qilib savdo qilsangiz bo'ladi. Arendaga olgan joyingizda arendasini to'lashingiz kerak. To'lamasdan просто gaplashib qo'ydim desangiz, nalog 1-2 oyda ichida siz tekshirganda keladi o'sha yerda. Действительно shu joyda ishlayaptimi? Ishlamayotgan bo'lsangiz, o'zingiz shotlaringiz blok bo'ladi, shuncha ochgan pulingizga rasodga kuyasiz. Shuning uchun o'ylanibroq qilish kerak. Demak, kattaroq ishingiz bo'lsa, mablag'ingiz kattaroq bo'lsa, bemalol OO ochib bilasiz. Yo'q, men O'zbekiston fuqarosiman desangiz, O'zbekistonning YTTsi bilan Valbersda ishlasa bo'ladi. Valbers minus nima qilyapti? Faqat FBS ishlashga ruxsat beryapti. FBS bu tovar o'z uyingizda turadi, zakaz tushgandan keyin olib borib tashlaysiz. To hamma joyga ruxsat bermaydi. Rossiyadan ikkitagina adres beradi. Bittasi Ufadan yo o'zlari qayerda savdosi past bo'lsa, o'sha yerni tanlab sizga beradi. Bittasini Kazandan yoki yana bir joydan. Siz Moskvadan ishlayman deb Moskvani ola olmaysiz. O'zi programma beradi avtomatik. Bu degani hojat yo'q kirishdi degani. Shuning uchun qanday yo'li bor? O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonga boradi, ofitsial registratsiyadan o'tadi va o'sha yerda IP ochadi. Qirg'iziston qonuni bo'yicha именно Qirg'iziston fuqarosi bo'lishi shart emas. Любой shaxs kelib turib, ofitsialniy Qirg'izistonga kirsa, ofitsialniy IP ochib biladi va shu bilan Valbers Ozonda savdo qilib bilasiz. Tushundingiz-a? Qirg'iziston fuqarosi bemalol Qirg'izistonda IP ochib turib, Moskvada Valbersda savdo qilaveradi. O'zi kelishi shart emas. Bu ish hammasi onlayn bo'ladi. Sizlar kelib bir joyda yurishingiz shart emas. Tovarni optim jo'natasizlar, skladga joylaysizlar, kompyuterda ishlaringizni olib borasizlar. Valbers Ozonda o'rgatishim alohida kurs, bu sizlarga besplatniy urok, konsultatsiya. Просто yozib yurmaysizlar. Agar O'zbekiston fuqarosi, Qirg'iziston fuqarosi yoki firma ochishga hujjatim yo'q, ochishni bilmayman, unga vaqtim ham yo'q desangiz, Avitada sotishingiz mumkin. Xitoydan sifatli zo'r tovarlarni, prям trenddagi tovarlarni olib turib, bemalol Avitaga qo'yib sotishingiz mumkin. Buning uchun sizga IP bilan sizlar kerak emas. Просто registratsiyadan telefon nomeri orqali o'tasizlar va chiroyli qilib kartochka sozayat qilib sotasizlar. Buni ham o'rgatishim alohida bir tema. Tushundilaringiz-a? O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston любой odam Avitada sotib biladi. Yana undan tashqari Telegram, WhatsApp gruppalar ochib turib, bemalol Xitoydan tovar oldirib sotishingiz mumkin. Xitoydan tovar oldirishda o'rgatadigan отдельный kurslarim bor. Uni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Xitoy kursini o'rganaman deysiz. Xitoydan nimani o'rgataman? Xitoydan to'g'ri tovar tanlab, brend tovarlarni arzon narxda qanday qilib olib, qanday qilib savdolashish, qanday qilib tovarni tanlash, shular haqida o'rgataman. Adashmasdan, kommentariy, otziv hammasini o'qib, to'g'ri tanlashni o'rgataman va to'g'ri ishonchli kargolar beraman. Bu alohida tema. Agar siz kargoni o'rganmoqchi bo'lsangiz, demak qisqacha qilib mana shu raqamimga kargo deb yozing. Xitoyda o'rganmoqchiman. Agar Valbersda hamma hujjatlarim bor, o'rganmoqchiman siz, Valbers so'zini o'rgating, yozing. Valbersda nimani o'rgataman? Valbers kursimda Xitoyda tovarni to'g'ri tanlashni o'rgataman. Olib kelib to'g'ri tovarni joylashni o'rgataman. Valbersga registratsiyani o'rgataman. Tovaringizni продвигать qilishda, kartochka создавать qilishda, unit ekonomika hisoblashda, продвижение hammasini o'rgataman. 1 oydan 2 oygacha Valbers kursini davom etadi. Дальнейший постоянно alohida emas, что пока привета yo'q. Undan tashqari Avitada ham noldan o'rgataman. Qanday qilib registratsiya, qanday qilib tovar joylash, qanday to'g'ri savdo qilish, shular haqida o'rgatib boraman. Qaysi birisi sizga qiziq bo'lsa, Avitani o'rganishni xohlayman deng. Avitani aytaman. Valbers bo'lsa, Valbers konsultatsiya mana shu bepul, ko'rdilaringiz. Просто gaplashib o'tirishga bilasizlar, menda ham iloji yo'q, yosh bolam bor. Shuning uchun qisqacha qilib, to'chna qilib turib, mana shu raqamga qisqacha qilib yozing. Yo'q, menga shu kerak. Albatta kechroq javob beraman, sizlar ko'pchilik sizlar, men bittaman. Iloji boricha qisqacha qilib yozing. Bemalol koreyskiy, Amerikani kosmetikalarni qana to'g'ri tanlab oldirishgacha o'rgataman. Blogerlarning videolarini ko'rasizlar, juda ko'pchilik video qiladi. Uni kosmetikasiga очередьga turasizlar. Очередьga turmasdan sразу o'zlaringiz to'g'ri zakaz qilishni o'rgataman qizlar. Podpiska qilish esdan chiqmasin, podelitsa qilib qo'yingizlar.